Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, aziz YouTube foydalanuvchilari. Inshaalloh Xudo xolasa yana navbatdagi obyektimiz Shohrux ustamiz chiroylatib obzor etib beradi. Podpischilar, assalomu alaykum. Hammaga ro'za Ramazon oyi bayramlar bilan hammaga tabriklayman. Inshaalloh Xudo xolasa podpischilar ro'za oyida biz skidkalar turibmiz. Inshaalloh Xudo xolasa podpischilar bu narsamiz ko'ksoy granit A-blok chisi. Qo'shimcha yo'q bu yerda podpischilar. Bitgandan keyin adresini tushuntiramiz. Hozirda siyqa kelsangiz buni obrazingizga beramiz. Boshqa yerlardan solishtirib kelishingiz uchun. Bu narsani boshqa siyqa turmaydi. Men chisi A-blok kitayskiy ne deydilar buni? Близко shuning garantiyali narsa podpischilar yushozni 50 santimga 1 metrini sizlar uchun 110 ming so'mdan qo'yib berdik podpischilar. Shu narsani. Keyin podpischilar ham buni tushuntiraman. Ayrim satanlar doğrusu size hesaba iltimos etaman. Adamlar aldamin konkret gününü aytırlar. Bu narsani oxiri yomon bo'ladi. 70 ming so'mdan polni aytib turibdilar. 70 ming so'mdan polni kubiksiz, ramkasiz aytib turibdilar. Shu vaziyatni ahamiyatinglar. Ko'p odamlar yoki yarımını aytib, yarımını yoki marra-marraga aytib turibdilar. Bizda podpischilar bilasizlar, ramka pamkalar bilan sotib turibmiz hozir biz. Ro'za Ramazonida aksiya etib 90 ming so'mdan sotib turibmiz. Boshqalarga qaramanda. Mana ramkalar ham ichida podpischilar. Doimiy varianti. Şuna qaranglar, birisi 70 ming so'm dedi, 70 ming so'm borgandan keyin kubiki lentasi, pentasini kirgandan keyin 190 ming o'tib ketdi. İltimos podpischilar, shularni borib so'ranglar, olib sotarlar, aldamanglar, konkret o'ynatinglar. Odamlar unda bitkilantirmanglar. Bu yaxshi ishga kelmaydi. Misol uchun podpischilar. Keyin tushuntiraman. Bu narsani Xorazm oblasti bo'yicha baho so'rab kelinglar. Agarda mendan arzonni yana tutsa, yana tushiraman sizlar uchun. Yan baho tushiraman. Xudo xolasa, lekin faktik qaysi siyq kimligi aytsangiz bo'ldi. Men 50 santimga 1 metrini 110 ming so'mga qo'ydim bu vaziyatda. Podpischilar, like'larni bosib podpishga tutsangiz uchun. Do'stlar, ana Shohruxamiz gaplarini eshitdik. Xudo xolasa video обязательно like bos, kommentariya izohlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar do'stlar.